Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Üç ana quduqdan suv elayotganda bir bovay quduq yenidagi toshda optopsinayotdi. Bir ana aytdi: "Mening o'g'lim ham aqlliq, ham kuchlik. Hech kim uningga yetolmaydi." Yana bir ana orqadilla: "Mening o'g'lim naqshini nihoyat yaxshi aytadi. Uningda bir ovoz hech kimda yo'q", dedi. Yana bir ana undamadi. Heliqi ikki ana so'radi: "Siz o'g'lingiz to'g'riliq gap qilmaysiz-ku?" U ana aytdi: "Nemimiday, degidek alohida yeri yo'q." Üç ana suni elib qaytganda, buvaymu ularning orqasidan asta ergashdi. Suv eg'ir keldi. Uchaylan uyan-buyan agib, u mo'risidan bu mo'risiga almashtirib, tasdik etib bilaklari tilib, ballarimi og'rib ketgan edi. Bu chog'da oldi tarafdan üç bola yugurib keldi. Bir bola xuddi mashinaning chaqidagi bir mullaq etib edi. Üç ananing og'zi echilib qoldi. Yana bir bola yaqinliq ovoz bilan naqsha aytib berdi. Yana bir bola yugargunicha kelib, onasining qo'lidagi chelakni elib ko'targunicha ketib qoldi. Bir ana buvaydan so'radi: "Ko'rdingmi, uchimizning bolasini? Ular qaltismikan?" Buvay: "Undoq emasdi. Men faqat birla bolani ko'rdim." Xulosa: ota-onasining xushalligini o'z xushalliqi deb biladigan, ota-onaning xafaligini o'z xafaligi deb biladigan, ota-onasining g'imini yeniklitaman deb yuradigan, javob qaytarish va minnatdorlikni biladigan farzand haqiqiy layoqatlik, muhabbatlik farzand hisoblanadi. Haddidan ortiq huzur va haddidan ortiq xotirjamlik, haddidan ortiq kuyinish bolalarimizni o'z tuyg'usiga ko'ngil bo'ladigan, o'z xushalliqi bilan bo'ladigan qilib, ularning badanini o'stirib, ruhini yo'qotib qo'yadi.